tunji so'zdan yangan sada. Abduri Gulnaz Abduqadir. Allay naqsida uzuraydı til, uning muğida tirilidi ruh. Her söz, her nefes yürek sezmigen, sho'x vaqt va zamanni bezaydi uzoq. Qandaq bir ovoz u qalbdan chiqqan. Dunyoni bilmasdan o'zini bilgan, ajdodlar ko'rsatgan yo'llardan mengib, yangi va konini pichirlab bergan. Ana til muqaddas qalb aynigi her kimni xos qilar buyuk haqiqat. Bo'g'imlar ajoyib sehrga ega, taraydi uningdan insonlik faqat. Her ovoz go'yoki buyuk bir olam, tunji so'z sadosi sevgiga xotam. Mikrofon oldida Ravshan Hamid.